raketalar mavzusi, Muxtor aka, ya'ni Ukrainaga ruxsat berilganligi, raketalardan foydalanishga ruxsat berilganligi, endi bu eski mavzudan biroz oshirib yuborgan bo'laman. Endi bu bunga 3-4 kun bo'ldi bu masalaga. Aktualligini yo'qotgani yo'q. Lekin aktualligini yo'qotgani yo'qda. Nega desa, chunki Zelenskiy Germaniyaga tashrif buyurdi. Friedrich Merz bilan uchrashuv o'tkazdi. Aynan Merzning, Germaniya kansleri Merzning bayonotidan keyin Zelenskiy Germaniyaga boradigan bo'lib qoldi bizning nazarimizda. Yoki Zelenskiy kelishiga shunday bayonot berildi, yoki bu bayonotdan keyin Zelenskiyning u yerga borgisi kelib qoldi. Nima bo'lganda ham bayonot berildi, Zelenskiy u yerga bordi, gaplashildi, Merz gapidan qaytmayapti. Bundan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Tramp ham bunga munosabat bildirmadi. Va yana qayta so'ralganda Merzdan bu dedi o'zi avval chiqqan qaror edi dedi. Bu yangilik emas dedi. Ya'ni Ukraina foydalanishi mumkin dedi. Va bizda mana grafiki bor, Muxtor aka, ya'ni bu raketa va deylik dronlar qayergacha yetib borishi mumkin. Ya'ni mana TKV dronlarini oladigan bo'lsak, bu Qozongacha yetib boradigan darajada. Mana yaqinda kuni kechasi ham kuzatgan bo'lsangiz kerak, O'zbekistondan uchgan samolyot ham Qozonga qo'nib turishga majbur bo'ldi. Nega desa, Moskvada demak dronlar hujumi va havo hududi yopildi. Aytadiku, bizga kerakmidi shu deydi-ku, lekin ming afsus, mana shu Rossiya Ukraina urushi mana shunday holatda ham ta'sir qilyapti bizga. Ya'ni boshqa taraflarni olib tashlaganingizda ham oddiy mana shu avia parvozlarga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Endi hozir Ukrainaga Yevropa tomonidan bunday ruxsat berilishi esa endi bu xavflarni yanada kuchaytiradi. Ya'ni Ukraina endi bunda balki shu vaqtgacha ham foydalangandir. Mana hozir mana Merz bilan demak Germaniya kansleri bilan uchrashuvlari Zelenskiyni, shundoq ham Ukraina balki foydalanayotgandir bundan. Endi esa rasman foydalanadi. Endi esa taqiq yo'q. Tabiiy Rossiya bundan juda xursand emas. Rossiya tomonidan bayonotlar yangradi, ya'ni bu urushga ularni bevosita jalb etilishga olib kelishi mumkin, yoki Trampga ataylab Rossiyani yomon ko'rsatishyapti degan va hokazo. Shunga o'xshagan turli bir bayonotlar bo'ldi. Shularning ichidan biz e'tiborlisini olib chiqdik. Bu Lavrovning bayonoti, Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrovning bayonoti. Shokirjon, shuni bizga ovozi bilan efirga bersangiz. Мерц не только подтверждает, что действительно для Украины сняты все эти ограничения по дальнобойным ракетам. Сегодня на пресс-конференции с Зеленским он вообще заявил о том, что они будут финансировать производство дальнобойных ракет на Украине, чтобы потом Украина могла ими стрелять туда, куда считает необходимым. Если я правильно понял то, что я читал, Мерц сказал на пресс-конференции, что он имел в виду с самого начала именно финансирование производства любой дальности ракет на Украине. А речь, значит, о поставках германских ракет якобы не идет. Надо проверять. И то, и другое. Нагнетание напряженности, поддержка войны. И Германия прямо втягивается в эту войну. У нас же уже танки немецкие, бывает, ездят по территории. Если еще и ракеты... Они горят в основном, они ездят. Вот, поэтому прямое вовлечение в войну уже очевидно. Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие. Еще один вопрос. Вот записи Трампа о том, что Путин играет с огнем, что Россия без причины посылает беспилотники на Украину. Как вот мы... Это уже комментировалось неоднократно, и за последние дни ясно одно, что Дональду Трампу и тем, кто реально принимает решения в связи с украинским конфликтом, в частности, докладывают далеко не все. Информацию дают ему просеянную через сито, которая подготовлена теми, кто хочет втянуть Америку в более агрессивные действия против России в поддержку украинского режима. Мы будем стараться эту ситуацию с нехваткой информации исправлять. Спасибо огромное. Muxtor aka, mana hozir eshitdingiz, demak asosiy muxlislarimizga biroz tarjimasini ham aytib o'tamiz. Ya'ni Kiyev uchun o'sha uzoq masofali raketalar haqidagi bayonot so'ralgan, ya'ni bayonot bo'yicha munosabat so'ralgan. Germaniya kanslerining bayonoti va aytganki, Germaniya allaqachon o'z halokatiga olib boradigan yo'nalish bo'ylab sirpanib ketyapti degan
Lavrov. Va bundan tashqari Donald Trampning Rossiya o't bilan o'ynashyapti, ya'ni Vladimir Putin o't bilan o'ynashyapti degan gaplariga izoh so'rashganda, hamma joyda faqat Donald Trampga hamma ma'lumot yetib bormayapti shekilli. Biz buni to'ldirishga harakat qilamiz deb aytgan. Mana shu bo'yicha fikrlaringiz Muxtor aka. Albatta. Ya'ni bu jarayon juda ham qiziq. Ya'ni Rossiya Ukraina masalasini shu jarayonlar mantig'i shuni ko'rsatyaptiki, Amerika bilan birgalikda hal etmoqchi. Va har qanday Yevropani bu masalaga aralashuvini qandaydir juda ham jiddiy, bu bayonot o'ta jiddiy. Va Pavel Zarubin asosan prezidentdan intervyu oladigan shaxs, oddiy reportyor emas, ya'ni Kreml puldagi asosiy inson. Bu yerda balkim aynan tashqi ishlar vaziridan o'zi talab qilgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bu aynan Lavrovning bayonoti, bu o'sha Kremlning bayonoti deb bemalol qabul qilsak bo'ladi. Uning shaxsiy fikrlari emas. Va bu yerda bildirilayotgan asosiy xavotir Yevropa bu Ukrainadagi masalalarga aralashmasin, ya'ni Yevropaning bu yerdagi subyektligini biz AQSh bilan hal etamiz degani. Va tabiiyki hozirgi muzokaralar jarayoniga ham birgalikda zarba berish bilan, infratuzilma obyektlariga zarba berish bilan kirib borishligi xuddiki Ukrainada tinchlik masalalarini Rossiya hal etadi. Va biz bu masalani xuddiki AQSh bilan, Donald Tramp bilan allaqachon kelishib bo'lganmiz. Bu mintaqada asosiy hal qiluvchi davlat Rossiya degan signalni o'qish mumkin. Va Yevropaning Ukrainaga yordam berish masalasida, ya'ni qurol-yarog' masalasida va avvalgi mavjud cheklovlarni olib tashlash masalasi, ya'ni xuddiki Tramp bilan avvalgi kelishuvdan Yevropa yo bexabar yoki ular o'zini pozitsiyasini tushunmayapti. Va bu bayonot bu yerda ko'proq tahdidga o'xshaydi. Ya'ni biz Ikkinchi jahon urushidan keyin bir marotaba Yevropa Germaniyani bo'linishiga xizmat qilganmiz. Ular qaysida, endi men tasavvur qilyapman shunday, va bunday tarzda qo'llab-quvvatlanishi yana bo'linishiga mumkin degan gapni beryapti-da. Hozirgi Germaniyani parchalanishiga urg'u beryapti, ishora beryapti. Ya'ni Kaliningrad viloyati bejizga paydo bo'lib qolgani yo'q. Yana shunga o'xshash holatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni bu nima desa bo'ladi, bu hozirgi Rossiya rahbariyati tomonidan ko'p qo'llaniladigan, Dmitriy Medvedev tomonidan ham ko'p qo'llaniladigan, masalan, u ham yaqinda ketkelik bilan tortishib qoldi. Ko'proq u bayonotiga ketkelik munosabat bildirdi. Ya'ni har bir berayotgan bayonotingizda mas'uliyatsizlik ko'rsatmang. Ya'ni buni ortida, ya'ni bu gap ortida hech qanday oqibatlar yo'q, do'q-po'qsa va oqibatlar ko'rsata olmaysiz degan bayonotni o'qish mumkin. Hozirgi tashqi ishlar vazirining bayonoti ham aynan shunga o'xshaydi. Ya'ni Germaniya aralashadigan bo'lsa, qanday Rossiya tomonidan qanday chora ko'rilishi mumkin? Bir marotaba chora shunga o'xshash holatlar bo'ldi. Ya'ni Belarus hududidan noqonuniy migrantlarni chegarani kesib o'tishga harakatlari. Hozirgi kundachi aynan shu Kaliningrad o'lkasini qaraydigan bo'lsak, u yer haqiqiy raketalar joylashtirib tashlangan, ya'ni uzoq masofaga uchadigan raketalar va ko'pi bu Yevropa davlatlariga qaratilgan. Bu urushdan avvalgi holat. Va bu bilan shunday signal borki, hozirgi Germaniya ham, xuddi Germaniya rahbari ham avvalgi kansler singari Olaf Scholz singari bu masalada juda ham ehtiyotkor bo'lsin va qurol-yarog' yetkazib berishda, Ukrainani qo'llab-quvvatlashda avvalo o'zini xavfsizligini o'ylasin degan ogohlantirish qo'ng'irog'ini chalgandek bo'lyapti. Muxtor aka, buni hozir Rossiya Germaniyaga tahdid qilyapti deb tushunish mumkinmi? Tahdid qilyapti. Chunki bu Germaniyaning birinchi shaxsiga nisbatan aytilyapti. Ya'ni Ukraina siyosatida biz belgilagan rejalarimiz bor. Bu rejalarga Germaniya aralashmasin degan ma'noni o'qish mumkin. Va bu jarayonlar qanday kechyapti? Ya'ni nega Yevropa endi faollashib qoldi va bu raketalar nimadan dalolat beradi? Yozga borib, ya'ni qurol-yaroqni tugashi ayonlashib qoldi. Masalan, ma'lumotlar chiqibdi, ayrim bir havo mudofaa tizimlarini raketlari allaqachon tugagan, tizim bor, raketalar tugagan.
va buni natijasida hozir Rossiyaning faol qo'llayotgan dron va ballistik raketalarni aralashmasidan iborat bo'lgan raketa zarbalari nishonlarga yetib boryapti ayrimlari. Masalan, o'sha Kiyevda yuz bergan portlashlar, infratuzilma obyektlarning vayron bo'lishligi, qurbonlar soni ortib borayotganligi va mana shundan dalolat beradi. Ya'ni bu masala, muammo. Buni kompensatsiya qilish kerak. Ya'ni yo mudofaa tizimini yanada mustahkamlash kerak, yoki o'sha qayerdan raketa uchirilayotgan bo'lsa, o'sha raketa uchiriladigan hududlarga zarba berish kerak. Ya'ni qanchalik raketa uzoqdan Rossiyaning ichidan uchib boradigan bo'lsa, shuncha uni aniqlash, trayektoriyasini aniqlash, unga mudofaasiga tayyorgarlik ko'rish imkoniyati bor. Qancha chegaraga yaqin bo'lsa, buni imkoniyati juda ham kam. Demak, mantiqiy fikr keladiki, endi Ukrainaga yangi qurollar kerak. U o'zini hududidan ham tashqari chiqaradigan. Bu nimani dalolat beradi? Xuddi o'sha 2023-yildagi holatni eslatadi. Ya'ni Ukraina faol qarshi hujumga o'tgan davrni eslatadi. Ya'ni bu qarshi hujum faqat Ukraina hududida emas, balki Rossiya hududlariga ham ballistik raketalarda zarba berilishi ko'rinishida davom etgan edi va bu nima desam bo'ladi? Bu yerda bitta holat sezilyaptiki, ana hozir Donald Trampga bog'lashga harakat qildi. Donald Tramp ikkita versiya aytdi-da. Yo bu Ukraina masalasini Tramp bilan, ya'ni amaldagi AQSh administratsiya rahbari bilan hal etasizlar, yoki men shuni olib bu vaziyatni tashlab ketaman deganda, bu nafaqat Ukrainaga nisbatan, bu Rossiyaga ham tegishli. Rossiya bilan o'zaro kelishuvlarda hamdan chiqaman degan ma'noni beradi. Bu degani endi Yevropani tiyib turish va Yevropani bu yerdagi faol Amerikadan qurollar sotib olishligi, Ukraina uchun sotib olishligi, ayrim AQShning kompaniyalarining bu kompaniyalari mavjud bo'lgan raketalar, masalan Storm Shadow, ularga bo'lgan taqiqlarni olib tashlash mumkin. Ya'ni uchishi bilan bog'liq, masofasi bilan bog'liq. Demak, bu shundan dalolat beradiki, bu ana AQShning bu mojarodan chiqishligi Yevropaning faollashuvi. Xuddi AQSh egallagan pozitsiyani endi Yevropa sekin-asta egallashga AQSh tomonidan qarshilik yo'q degan ma'noni ham bildiradi.